Maydonga Adolat ligasi qaytadi. Aynan ushbu maqolani hozirda ko'plab Gollivud jurnallari chop etishmoqda. Xabaringiz bo'lsa, ayni damda WB, ya'ni Warner Brothers kompaniyasi sotuvga qo'yilgan va uni sotib olish uchun ikkita asosiy da'vogar bor. Bu Paramount va Comcast. Qiziqarli tomoni shundaki, ikkala kompaniyaning ham Saudiya Arabistoni gigant neft kompaniyasi bilan shartnomasi bor. Ya'ni Warner Brothers kompaniyasini qaysi kompaniya sotib olmasin, unga asosiy homiylikni Saudiya Arabistoni qilmoqda. Qaysi kompaniya Warner Brothersni sotib olishidan qat'iy nazar parda ortidagi big bosslar Saudiya Arabistoni sheyxlari bo'ladi. Buni Adolat ligasiga qanday aloqasi bor deysizmi? Gap shundaki, Paramount kompaniyasi ham, Saudiya Arabistoni big bosslari ham Zack Snyderning ashaddiy muxlisi. Agarda Saudiya big bosslari Warner Brothersga ega chiqsa, tayyor qahramonlar, tayyor ssenariy va eski aktyorlarni qayta ekranda ko'rishni kutayotgan millionlab auditoriyaga ega Zack Snyderni DCga qaytarishlari ehtimoli kutilganidan-da yuqori. Nima ham derdik, kelayotgan kunlarda bundan-da ajoyib yangiliklarni kutib qolamiz. Siz esa jahon kino olamidagi eng so'nggi kino yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Biz TV.uz Instagram kanaliga obuna bo'ling.